Skitkada $740 deb sotilayotgan kofe mashinani haqiqiy narxida ko'rsatamiz. Espresso, cappuccino, latte, americano, flat white, oddiy penkalar yokida doppiola ham damlasangiz bo'ladi. Kofe mashinkamizni tepa qismiga bemalol suvlarni to'ldirib qo'yaverasiz. Ikkitali rezervuar bo'ladi. Bu yoq tarafiga kofelarni to'ldirib qo'yaverasiz. Qulayliklardan bu yerda kofeni gradusini kontrol qilsangiz bo'ladi. Penkasini ko'p kamligini, achchuligini ham kontrol qilsangiz bo'ladi. Полностью sensorniy управленияda. Mana cappuccino bo'ladi. Haqiqatda zo'r penkalari bilan chiqyapti. Buni uyga olib bitta ichadigan joy. Cappuccinatoriga haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas. Rezervuar kattagina. Undan tashqari sut ko'pirtirishiga bitta alohida ahamiyat bering. Penkalari chotki bo'lib chiqyapti. $399 dan olishingiz mumkin. Bu super avtomatimizni nalichida mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqaga chiqaverasiz.